respect o'sha ayollarga o'zi qolib ketib farzandi bilan noldan farzandini o'zi ko'tarayotganiga, o'zini o'sha yomon depressiyadan, yomon situatsiyadan o'zini olib chiqayotganiga. Nechta qo'shtirnoq ichidagi erkaklarimiz farzand qo'yadi-ku, lekin aliment pulini to'lamaydi. Nechta qo'shtirnoq ichidagi erkaklarimiz turmush quradi-ku, lekin ertaga tashab ketadi. Qanaqa bu hayot? O'zbekistonda statistika bo'yicha ajrim soni borgan sari oshib boryapti. Respect demasdan nima deymiz bunaqa insonlarga? O'zi ayol kishi bo'lsa, yana farzandi bor. Hamma narsasini ichiga yutib, farzandiga ham qarayapti, o'ziga ham qarayapti. Biz emasmidik va'dalar bergan, turmush qurayotganda hammasini mas'uliyatlarni o'zimizga ko'taramiz degan. Qani o'sha va'dalar?